Men oqlaydigan, o'zimni oqlaydigan ish qilganim yo'q. Siz ko'rgan syomka juda professional olingan. Buni men bosib ketganim yo'q-ku. Katta jamoa bilan bir proyekt ishladik. Birisi buni Yulduz Usmonova qildiryapti. Ularning orasida yaxshi emas degan gaplarni ham eshitdik. Menda ma'lumotlar bor edi. Hozir aytmayman. Bu narsani tergovga yetkazasiz degan umiddaman. To'g'rigacha e'tiroz bo'lmadi. Bu narsani tagiga yetaman baribir. Nima aytganman xatga? Javob berasan degan. Lekin oyma-oy pul olib borganinglarda Hech kim aytmadi. hech bo'lmasa kimdir o'sha pul olib borgan odam kirib ko'rgandir qizni. Aybiga iqror bo'ladimi, bo'lmaydimi, lekin baribir jazo oladi. Olishi shart. Mart oyining oxirgi 10 kunligida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidovaning qo'shig'iga klip suratga olish jarayonida aktrisa Sabrina Jabborovani gelik bosib ketgani keskin muhokamalarga sabab bo'ldi. Qalampir.uz voqeani kuzatdi va yoritdi. Sabrina Jabborova yordam so'rab ijtimoiy tarmoq orqali video e'lon qilgan kuni Qalampir.uz muxbirlari u bilan bog'lanishga urindik. Qo'ng'iroqlar qildik, SMSlar yozdik, lekin afsuski hammasi javobsiz qoldi. Nima bo'lgan taqdirda ham bir qiz bilan bo'lgan holat juda ham achinarli va fojiali. Ayni damda Qalampir.uz studiyasi mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Qalampirga. Keling, birinchi oxirgi tafsilotlar haqida aytib bersangiz. Hozir Sabrinani holati qanaqa? Hozir Sabrina 5 soat bo'ldi operatsiyaga olib kirib ketishgan. Chiqish kerak. Hammamiz duo qilib, xotir olib kutib turibmiz. Xudo xolasa kutamiz inshaalloh. Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik, operatsiyani puli to'liq Ozoda Nursaidova tomonidan qoplandi degan xabarlarni. Endi operatsiyani pulini batamom o'zimiz qopladik. O'sha xalq tarafdan yig'ilgan pulni endi o'ylaymanki o'zini ehtiyojlariga, chunki yana ko'p reabilitatsiya bo'lishi kerak, chunki baribir hozir operatsiyadan keyin baribir harakatlanish cheklash kerak bo'ladi, baribir qanaqadir davolanadi, o'sha o'zini ehtiyojlariga ishlatadi degan umiddaman. Endi shu bizni men o'zi o'sha paytda ham aytganman, biz bu qizni tashlab qo'ymaymiz, lekin bir shunaqa vaziyat bo'ldi. Mana bu narsalar chiqib ketib qoldi. Oxirgi vaqtlarda Instagram sahifangizni ko'p kuzatyapmiz jurnalist sifatida va g'iybatlar, intrigalar haqida ko'p post qoldiryapsiz, istoriya qoldiryapsiz va bu video joylaganingizda aynan mana shu holat yuzasidan munosabat bildirib video joylaganingizda aralashayotgan boshqa kuchlar bor degan gapni ham gapirdingiz. U qanaqa kuch? Nima uchun intrigalar haqida ko'p gapirilyapti? Mana shu holatda bilasiz, sodda odamlar, viloyatdan kelib shaharga kelgani ko'p bo'lmagan oddiy odamlar, bu insonlarning ham foydalanayotgan bir manbalar bor. Ochiqlay olamizmi? Manbalar bor deb. Bu narsa haqida albatta bir boshdan kelib bu narsani albatta ochiqlaymiz. Endi bir familiya otini aytmaymiz albatta. Lekin bo'layotgan hodisani tahlil qilishga qo'yamiz insonlarga. Chunki mana shu kunlarda shunaqa bir holatni ko'rdimki, internet provokatsiyani qurboni bo'lib qolish hech gap emas. Bilib bilmasdan muhokama qilayotgan odamlar ko'p. Men oqlaydigan, o'zimni oqlaydigan ish qilganim yo'q. Lekin baribir men hech qachon bitta ma'lumot kelsa, hech qachon shu ma'lumotni ko'zim bilan ko'rmaganim uchun hech qachon ishonmayman. Eshitaman. Ha deyman. Lekin nahotki deyman-da baribir. Shuning hozirgi kunda bekorga intriga demadim. Bekorga provokatsiya deganim yo'q albatta. 3 soatda bo'lib ketgan narsa masalan. 3 soatda men o'zim his qildimki, bu internet provokatsiyani naqadar kuchi. Keling, yaxshisi voqeani bir boshdan bir boshi o'sha noyabr oyiga qaytamizda, undan keyin xronologiya bo'yicha davom etamiz. Umuman holat sodir bo'lgan kun tasvirga olinish jarayonida siz qatnashganmisiz? Va o'sha holat bo'lgan, o'sha voyaga yetmagan qizni o'sha gelikni, kichkinagina mashina emas, gelikni haydashi ssenariyda bo'lganmi, siz uni bilganmisiz va Sabrinani ustidan o'tib ketgandan keyin siz srazu xabardor bo'ldingizmi yoki bir necha kundan keyin yetishdim sizga? Qarang,
Bu klipni suratga olish 3 kun, 4 kun davom etdi. Hozir boshqa sanasi esimda yo'q, bilaman 5-7-da olindi. 5-da men qatnashdim. Lekin 7-da men bo'lganim yo'q, qatnashganim yo'q. O'sha paytda 5-noyabrda aynan mana shu gelikni haydab urib yuborgan qiz ismi Sevinchmi? Sevinchni birinchi marta ko'rganman. Rejissyorimiz Doniyor Rajabov o'zi topgan bu aktrisani. Ya'ni o'sha Ahad Qayum prodyuserligi ostidagi qiz ekan. Menga rasmini ko'rsatishdi, shunaqa aktrisa bor ekan. Nima deysiz? Men aytdim, mayli, sizlar nima desanglar shu. O'sha kuni keldi, Ahad Qayum mashinasida, kiyimlari bilan, mobilograf, bir katta bir aktrisadek keldi u qiz. O'shanda ko'rdim. 4-5 kostyumlari bilan. Xullas o'sha kuni ishladik. Bir duo oldim mendan. Ahad Qayum bir duo bering. Singlimizga mayli, katta aktrisa bo'lsin dedim. O'sha kuni tanishdim. 7-noyabrdagi bo'ladigan sahnasida men qatnashmadim, yana bir bor aytaman. O'sha kuni borish rejamda yo'q edi. Kechki paytlarda adashmasam, bizga telefon bo'ldi. Mana shu qizni urib yuborishdi. Bosib ketishdi. Men hayronman-da, qanaqasiga bosib ketadi? Hikoya ssenariy bor, misol uchun deylik, mana bu ko'prikdan o'sha giroy, qahramon mana bu ko'prikdan pastga sakraydi deb yoziladi. Lekin u ko'prikdan kim sakraydi? Dublyor sakraydimi yoki kaskadyor sakraydimi? U ssenariyda yozilmaydi. U aynan rejissyorni o'zi texnik ssenariysi bo'ladi. Ya'ni qanaqa bo'lishi kerak bo'lgan? To'g'ri, ssenariyda u qiz keladi. Lekin texnik ssenariyda shofyor shundoq mashinani olib borib qo'yadi, uzoqdan общий planda olinadi. Qiz faqat mashinadan tushib beradi. Haydaladi degan joyi yo'q. Masalan, ya'ni mashinada keladi, bir hikoya sifatida yozilgan. Texnik ssenariyda birisi yozilmaydi. Lekin qiz mashinani o'zi haydamaydi. Chunki shofyor bilan gaplashganda ham administratorlarimiz, menejerlarimiz mashinani shundoq olib kelib berasiz, giroylarimiz tushib beradi deb gaplashgan. Vdруг bunaqa xabar. Men shok bo'ldim-da. Qanaqasiga bosib ketadi? Kim o'tqizdi mashinaga? Xullas, men yetib bordim baribir. Yetib borsam hamma, ya'ni skoriy olib ketishgan. Hech kim yo'q edi. 03 chaqirishgan. Keyin 03 ni registratsiya qilgan. 02 ham kelgan, 03 ham kelgan, banisiga olib borishgan, xabardor bo'lib turdik. Dermatologiyaga, birinchi xirurgiyaga olib borgan. Xirurgiyaga olib borganda suyak singan bo'lgan, majag'lab tashlagan tossisi. Va travmatolog bo'lmagan, travmatolog chaqirishgan, travmatolog kutishgan. Xullas 6 soatdan oshiq vaqt operatsiya bo'ldi, qon quyish kerak bo'ldi, bolalar hammasi o'sha yerda bo'ldi. Adashmasam 1 litrdan oshiq sal shu atrofda qon quyishdi. Endi masalanki biz san'atkormiz. Rejissyor ishiga ko'p ham aralashmaymiz. Nechta amasovka olib kelgan bizni bilmaymiz. Kim gaplashgan? Men Sabrinani oldin ko'rmaganman. Xullas, Banisada birinchi yordam ko'rsatilgan. Men o'shanda gapirib chiqqanim, men bu yoqdagi voqealarni emas, asosan birinchi yordam haqida fikrimni gapirganman. Ya'ni birinchi yordam ko'rsatilmadi deb bir xabar chiqdi-ku, ko'rsatilmagan. Bunaqa aytmoqchimanki, birinchi yordam ko'rsatilgan o'zim guvoh bo'lganman. Ssenariyda yosh aktrisani avtomashina haydashi yo'q edi. Siz yo'q deb aytdingiz. Ahad Qayum hayda oladi deganda haydalmasin dedingiz va nima kim unga hayda, bos gazni deb buyruq bergan? Menga ham juda bu narsa qiziq bo'ldi. Aytdim-ku, menga telefon qilganda shok bo'lib qoldim. Mazam bo'lmay qoldi to'g'risi. O'sha kunda rejissyor ham kelmagan, to'yi bo'lgan. Lekin yordamchilarga topshiriq berib ketgan. Shunaqa deb. Endi o'sha yerda men bu insidentdan keyin men yana bir marta gaplashdim. O'sha masovkadagi bolalar bilan, o'zimizni o'sha rejissyorimizni bolalari bilan ham gaplashdim. Menga ham juda qiziq bo'ldi. Nimaga mashina haydadi u qiz? Kim bunga ruxsat berdi? Endi hammasi bar o'zini soqit qilyapti. Lekin kamerada baribir bor shu narsa. To syomkaga qadar, ya'ni dublga qadar
Ahad Qayum u qiz bilan kontent olgan. Instagramga kontent olgan. Chunki uni baribir tekshirishlari mumkin. Olib, chunki o'sha Akfa universitetida bo'lganda syomka. Akfa universitetini tepadagi kamerasida turibdi o'sha narsa. Olib tekshirishlari mumkinki, toki anaqa motorgacha ular kontent olgan. Xo'p, kontentda bu mashinaning ichida bo'lganmi, qanaqa bo'lgan? Ya'ni gapirilyapti-ku, u qiz, mana bu qiz chiqib gapiryapti. Что mani majbur qilishdi, menga mana u kishi motor dedi deb aytayapti-yu. Lekin u 12-dublda bo'lganmi, 15-dublda. Endi so'radimda, 15-dubldan bo'lgan ekan. Lekin birinchi dubl bo'lishidan oldin, ya'ni hali syomka boshlanmasidan oldin bular kontent olgan. Kontentda qiz mashinani haydagan. Haydagan, Ahad Qayum yonida o'tirgan. Syomkagacha bularga kimdir mashinaga o'tir deyish kerakmi? Ular o'sha o'tirib bo'lgan edi mashinaga. Yo'q, o'tirib bo'lgan edi, lekin kamera motor deb aytilgandan keyingina mashinani haydash kerak. Ungacha haydab bo'lishgan. Yo'q, haydab bo'lishgani u boshqa masala. Haydab bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin ssenariyda shu yerdan o'tib ketish yo'q bo'lsa, nima uchun dubldan keyin o'tgan u? Unga kim bo'ldi hayda deb aytgan? Masala shu yerda. Feruza, men shuni aytyapman. Masalan, mening qiziqdimda qanaqa qilib допускать qildinglar bu mashinaga o'tqizish. Ya'ni voyaga yetmagan, haydash o'quvi bo'lmagan odamni qanaqa qilib o'tqizdinglar? Menga ham qiziq bo'ldi. Ya'ni u aytayaptiki, mashinada o'tirib bo'lgan edi, deyapti. O'zi yoni ko'zi yo'q. Hamma tergovda ham o'zidan soqit qilgan, bu men aytmadim degan, xullas mana shunaqa narsa bo'lib, endi tergov o'tsin, endi sudda ma'lum bo'ladi hammasi. Kim qilgan bo'lsa javob beradi lekin. Endi qarang, bu tarafda Ahad Qayum o'sha qizni urib yuborgan qizni prodyuserimi bilmayman kim, javobgarlikni o'sha qiz uchun bo'yniga olib kelgan, ya'ni u olib kelgan. Masalan, uni gonorarini ham u olgan. Gonorarni ham Ahad Qayumga berganmiz. U qiz uchun gonorarini. Ya'ni men Ahad Qayumga aytdimki, shu narsani qildinglarmi? Javob beringlar dedi. Biz ham qo'limizdan kelgancha qarab turmaymiz, javob beringlar dedim. Kerak bo'lsa o'tirasiz dedim oldida dedim. Shu kerak bo'lsa oyog'ini o'psin dedim. O'tirasiz dedim. Ahad Qayum bo'yniga oldi javobgarligini. Lekin qarab turganimiz yo'q. O'sha Banisada hamma mana jiyanlarim bormi, hamma o'sha yerda edi. Noyabr oyida bo'lgan holat oradan 4 oy o'tib e'lon qilindi va 4 oy o'tibdiki, biror klip jarayonida mana shunaqa baxtsiz hodisa sodir bo'ldi degan birorta rasm yoki video yoki gap chiqqani yo'q. 4 oydan keyin Sabrina bu narsani o'zi e'lon qildi va undan keyin ma'lum bo'ldi bu narsa. Yoki shu paytgacha siz haqiqatan ham Sabrinaga yordam berib turib qo'lingizni olganmidingiz? Nima uchun u birdaniga birinchi yordam ko'rsatilmadi? Endi qarang, 2 qilinmadi, 103 qilinmadi degan gaplarni aytdi. Men erta javobgar emasman. Men klip maker emasman. Bo'lgan insidentda meni aloqam yo'q. Men yordam bergan bo'lsam, men shunchaki bir inson sifatida yordam berganman. Javobgarligini urib yuborgan qizni prodyuser sifatida, yonida turgan odam olib kelgan odam sifatida Ahad Qayum bo'yniga olgan. Operatsiya qilib bo'lgandan keyin vrach aytdiki, 3 oydan 5 oygacha reabilitatsiya bo'ladi bu qiz. Ya'ni qimillash mumkin emas. Umuman qimillamaydi. Bir joyda yotadi. Okey dedim, bir joyda yotadigan bo'lsa 5 oy kvartira olib beringlar dedim. Kunlik qancha pul topardi bu qiz? 100 mingdanmi qanchadir? O'shani beringlar. 5 oy meni bo'ynimda. Va shu narsa bo'ldimi? Da, buni kvartira qayerdan olib berildi? Kvartirani olib beramiz deyishdi, lekin ular o'zlari topdi. Mana shu kvartira bizga yaxshi, ma'qul, qimlatish mumkin emasmi? Xullas, aytgan joylarnikini qilib berdik. Kvartirani pulini oyma-oy siz to'lagansiz. Ha, men to'laganman. И anaqa jihozlab berdim. Juda anaqa deyishdi. Opa demakki, opa ozgina anaqa qilib berish kerak. Televizor qilib jihozlab berdik. To'g'risini aytaman, men qilgan rasxotimni buncha edi demoqchi emasman. Men bu narsani gapirmasdim ham. Lekin menga ozgina bu tuhmat dilimni og'ritdi. Ya'ni qarab tashab ketishibdi degan narsa men dilimni og'ritdi. Endi kvartirasiga pul to'lagansiz, oylik topadigan pulini bergansiz. Sizni gapingizdan kelib chiqib aytyapman.
Endi oradan aytganimdek 4 oy o'tib Sabrina nima uchun menga yordam berilmagan deb chiqdi ekan. Men ham hayronman. Chunki bu oila Men yuqorida aytganimdek hozir eslatib o'tmoqchiman. Sabrina videoni Instagram tarmog'ida e'lon qilgandan keyin nafaqat bitta bir nechta raqamlardan unga boshda ham aytdim, qo'ng'iroq qildik, SMS yozdik, balki begona raqamni ko'tarmasligi mumkin. Qalampiruzdan jurnalistman degan bir yozuvlarni ham yozib, SMSlarni yozdik, lekin bizga aloqaga chiqishmadi. Biz harakat qildik, nafaqat Ozoda Nursaidovani eshitamiz. Qalampiruz hammaga ochiq edi va biz aksincha sizga chiqishdan oldin biz Sabrinaga birinchi qo'ng'iroq qildik. Biz u bilan gaplashmoqchi bo'ldik, holatni aytib berishini so'ramoqchi bo'ldik, lekin uni topishni imkoni bo'lmadi. Uni taniganlar, uni yonida yurganlarni ham eshitdik, lekin ular ham hatto bizga bog'lab berisha olmadi-da. O'shanga hayron bo'layotgan narsa, nima uchun oradan 4 oy o'tib yordam berganingizdan keyin ham nima uchun bu narsa kerak edi unga? Nima deb o'ylaysiz? Men deyapmanki, ruscha qilib aytganda za что da. Chunki u paytgacha men shunaqa darajada bu oilani endi yaxshi insonlar, Ahadga ham aytganman. Rahmat degan qari yaxshi insonlar ekan. Tushunadigan insonlar boshqa odam bo'lsa dabbalingni chiqarardi deganman-da. Shunaqa bir yaxshi insonlar, благодарный bo'lgan, rahmat nimaga telefon qilgan. Men bormaganim sababi nega bormadim? Bormaganim sababi o'sha paytda Banisada bo'lgan paytda kimdir uni onasi kelgan. O'sha haligi onasi kelgan paytda uni qo'liga qog'oz olib davoyim yo'q deb yozib bering deganda ozgina janjal bo'lgan. Kim davoyim yo'q deb yozib bering degan? Men hozir otini aytmay. O'sha kimga kerak bo'lsa o'sha odam borgan oldiga. Bu narsani tergovga yetkazsiz degan umiddaman. Tergovga yetganman. Singlim aytdiki, opa bormang hozir dedi. Tergov o'tsin, sud o'tsin, borasiz. Men aytdim, men turibman, agar nima bo'lsa, Timaga aytdimki, agar Ahad yordam bermasa dedim, xavotir olmasin dedim. Ahad bo'yin tovlasa, men o'zim qildirib beraman. Bu muammosini. Men endi bilmadimki, shu bu operatsiya bu paytda operatsiya qilindi, bo'ldi, endi tuzaladi, xudo xolisa. Operatsiya o'tdi, mana shu 3 oy yotsa, qimillanmasa yaxshi bo'ladi degan umidimiz bo'lgan. Aytdiki, biz bormiz. Mana yordam. Lekin bu qilgan odamlar meni orqamga yashinmasin. Javobgarlikni his qilsin, qilgan ishini tasavvur qilsin nima qilganini. Bu bir insonning hayoti hazil narsa emas. Bitta qimmat mashinaga qanaq qilib o'tirib olib, u narsani qilib, yana bu narsaga loqayd qarash mumkin. Ko'p narsalar bo'ldi, men gapirmayman. Operatsiyada noto'g'ri operatsiya qilinganidan xabaringiz bo'lganmi? Yo'q, qayerda bo'ladi? Qayerda bo'ladi operatsiya? Men o'sha kuni videoda ko'rdim bu narsani. Men u qizni ham birinchi marta videoda ko'rdim. Yanvar oyida bular nimaga borgan? Syomkaga borishgan. Aynan mana shuni aytmoqchi edim. Qalampiruz'dagi ma'lumotlarga ko'ra, Sabrina Jabborova yangi bir telekanalni, yangi ochilgan telekanaldagi olinayotgan reality showni bosh qahramoni va aynan butun reality show uni qahramonligi ustiga qurilgan va o'sha video tarqaldi-ku. Siz hozir men o'shanda ko'rdim aravachadagi rasmlarni deb aytyapsiz. O'sha aravachada o'tirib tushgan rasmi ham aynan o'sha reality show syomkasida olingan bo'lishi mumkin va professional syomka bo'lishi mumkin. Bu tahririyatdagi ma'lumotlar. Juda ham rejali olingan, juda ham hissiyot, professional rejissor tarafdan olingan video. Va o'sha u jarrohlik amaliyotidan keyin yurishi mumkin bo'lmagan, o'sha syomka jarayonlarida yiqilib tushgan degan ma'lumotlar bizda ham bor. Va siz hozir aynan o'sha syomka haqida gapirayotgan bo'lsangiz kerak. Qarang, yangi yilda Sabrinani uyga borib tabriklab kelishdi. Yaxshimi desam, yaxshi. Endi yangi yilda biz ketdik Yevropaga. Lekin ungacha baribir yordam berib turishdi. Yordam bermadi degan narsani aytdim. Chunki qo'l qo'ydirib kelishgan. Aslida men hech hamchi, ishoning, qilgan yordamimni hech sanamoqchi emasman. Astag'firullah. Hech hamki qo'l qo'ydirgan qachon bular menga отчет berish uchun qo'l qo'ydirgani qolib ketgan. Lekin bizni qilgan bir yordamimizni men gapirmayman. Hammani o'z vijdoniga havola. Yevropada yurganimda xabar kelyaptiki, Sabrina shouga yurgan ekan, yaxshi bo'lib qopti. Yurayotgan ekan o'zini oyog'ida. Juda xursand bo'ldim. Aytdim, yaxshi yurib ketibdi. Shu eshitgan narsam.
undan keyin bu Undan video keyin chiqdi. bu video chiqdi. Yanvar bo'lsa martgacha yaxshi ekanda degan bir pozitiv fikr bilan yurdik, demak tuzalibdi. 4 oy bu holat bo'lgani, ya'ni klipga olish jarayonida shunaqa holat bo'lgani haqida indamasdan turib, 4 oydan keyin aytilishi bu o'sha shouning davomi bo'lishi mumkinmi? Reality bo'lishi shou? mumkin. Men ham juda o'ylandim. Chunki juda professional olingan. Hamma narsa tekstlar, qo'yilayotgan kontentlar juda professional. Hammasi joyida olingan. Menda ma'lumotlar bor edi. Hozir aytmayman. Bu narsa bilan shug'ullanaman baribir. Chunki bu narsa chiqib 3 soatda menga tuhmat bo'ldi. Men o'zimdan o'tganimni o'zim bilaman. Menga tuhmat bo'ldi masalan. Aloqam yo'q narsaga meni aybdor qilib, misol uchun odamlar xuddi ko'rgandek qilib butun 3 soatda butun saytlarda, butun Facebook gruppalarida qaniydi boshqa ma'lumot shunaqa tarqasa. Avvalo yaxshi, men onasini yaxshi tushunaman Sabrina. Men o'shanda ham aytganman. Agar ahad bo'yin tovlasa, agar qilmayman desa, yordam bermayman desa, men tashab qo'ymayman. Birorta muammosi bo'lsa, men qilib beraman. Faqat mana u javob bersin. Bu hozir meni orqamga berkib olyapti. Mana hozir yordam berdim, o'shatda bo'ldim. Endi mana shu holatda men eng xafa bo'lganim, mana ko'rdingiz-a qanaqa menga nisbatan qanaqa bosim bo'ldi. Qanaqa tuhmat gaplar bo'ldi. Mana shu Ahad Qayum qani edi? Qani hozir u? Qaqa yo'qolib qoldi. Meni orqamga berkanadi hammasi. Men aytganman Ahadga, javob berasan deganman. Puling ko'p, kambag'al emassan. Milliard og'zingdan million tushmaydi. Javob ber deganman. Mana shu oyma-oy uni uyini pulini to'laganinglarda yoki yordam pulini meni o'zim to'laganinglarda. tarafdan yordam bo'lgan. Ha, o'sha to'lagan vaqtinglarda Sabrinani onasi tomonidan qanaqadir e'tiroz boshqalar bo'lganmi? Ya'ni siz qildingiz degan narsa bo'lganmi? Yo'q, unaqa narsa bo'lmagan. U o'sha Ahad nima prodyuserlik qilayotgan o'sha aktrisa qiz qilganini endi baribir kamera kuzatuvlari bor. Voqeani hammasini bilgan. Tergovga borgan, qatnagan, bilgan voqeani yo'q. Ular albatta meni kutgan 100%. Men aytganman, men boraman. Faqat shu sud o'tsin, men albatta boraman va bu qizni hech qachon tashab qo'ymayman deganman. Ayting, lekin mana yerda javobgarlar his qilsin qanaqaligini bu narsani, birovni farzandini bir insonni ustidan bosib ketdi bular. Ya'ni to'g'ri hech kim atiylar qilgani yo'q, baxtsiz hodisa bo'ldi. Lekin bu qanaqa iqtisodsizlik, naqadar yomonligini hamma his qilsin. Nimaga meni orqamga berkinish kerak degan narsa men o'shancha bormadim. Ya'ni bu deganiki men kibrdan yoki bir narsadan qochib emas. Vaziyat shunaqa edi. Lekin men tashab qo'yish yoki bir nimam yo'q edi. Albatta yordam berish, shu sudlar o'tgandan keyin albatta yordam berish niyatim bor edi. Tergov tafsilotlari haqida aytib bersangiz, albatta mumkinlarni, chunki tergov siri degan narsa bor va tergovga doimiy chaqirishyaptimi, borib? Yo'q, men chaqirishgani yo'q. Men bordim, men bormadim deb bir yozib berdim. Chunki men u yerda bo'lgan aynan o'sha voqea tafsilotini bilmayman. Mana hozir men sizga aytganim bu o'sha yerda bo'lgan guvohlarni og'zidan gapirib berdim. Ular aytayaptiki, bor. Hozir ko'rishsin kameralarni, o'sha yerda shunaqa narsa bo'lgan deb gapirgani uchun men qisman gapirdim. Ya'ni menga ham juda qiziq, nima sababdan bu narsa bo'ldi? Haydash kerak emas edi-ku bu narsani. Nimaga bunaqa bo'ldi? Shou biznesi kir biznes deyishadi. Nafaqat O'zbekistonda. Juda ham kir. Va o'sha ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan ma'lumotlarni, boshqalarni o'qib, hamma har xil fikr bildirdi. Kimdir intriga, kimdir bu PR, konsert oldi PR deb aytdi. Kimdir boshqacha fikrda, kimdir esa buni Yulduz Usmonova qildiryapti. Ularning orasi yaxshi emas degan gaplarni ham eshitdik. Yo'q, avvalo men hech qachon birovga pistonchi qilibdi deb aytmoqchi emasman. Bu avvalo tuhmat bo'ladi. Men bir tarafga masalan ehtimol kuchli bo'lsa ham shunaqa bo'lsa kerak, ehtimoli ko'proq desam ham ko'zim bilan ko'rmaguncha hech qachon gapirmayman. Hech qachon. Mana ko'rdingiz, mana shu 4-5 kun ichida menga qanaqa bosim bo'ldi. Endi albatta bosim deganda provokatorlar tarafdan. Masalan, aqlli, xushli, zakovatli odamlar ko'rib turibdi nima bo'layotganini. Yoki qonun doirasida men umuman daxlim yo'q ekan u narsaga.
lekin provokatorlar qanchalik darajada paytdan foydalanib menga bosim qilganini ko'rishdi. Siz aytgan boyagi savollaringiz menga ham ko'p qiziq. Masalan, 4 oygacha e'tiroz bo'lmadi. Menga shaxsan oyisi. Endi men aytdim, yaxshi insonlar ekan, sodda insonlar ekan. Endi gumon bo'ldiki, demak bularni kimdir foydalangan. Unda bizga yordam bermadi deb kimni nazarda tutishdi? Syomishni gruppani. Ha. Mani aytishgani yo'q. Menga masalan ularni shaxsan bir pretenziyasi yo'q edi, faqatki kelmadi. Ha, siz bormaganingiz uchun. Bormaganim uchun xafa bo'lgan ular. Lekin menga nisbatan chunki o'sha qisman bir yordamga berilayotgan yordamga rahmat deyishgan. Mana Ahad yordam bermayapti. Endi ko'p gaplar bo'lib ketgan. Ahad bo'lgan edi, ular bilan ko'proq muloqotda bo'lgan. Lekin qancha yordam bergan Ahad, necha pul yordam bergan, men uni bilmayman. Lekin menga voy, opam o'tda bo'ldim, boshidan oxirigacha bo'ldim, uni qildim, buni qildim deydi. Men lekin bilmayman. Lekin onasini aytish bo'yicha kam yordam qilingan. Men mana yuzma-yuz gaplashdim. Men Ahad bilan bitta komanda emasman. Men Ahadda o'sha 5-noyabr va o'sha 2 kun syomkada bo'ldim. Men u bilan bir komanda bo'lib ishlaganim yo'q. Ya'ni aktrisa sifatida. U o'zini vazifasini bajardi. Vazifasini bajardi. Aktrisani olib keldi. Endi aktrisani naqadar u javob beradi aktrisani qilmishiga. Chunki aktrisa gapirib chiqyapti. Men voyaga yetmaganman deyapti. Lekin xo'p, voyaga yetmagan bo'lsa, demak Ahad voyaga yetmagan odamni ishlatadimi shunda? Chunki gonorar olyapti Ahad. Bizdan gonorar olyapti o'sha klipiga. Bu shunchaki og'zaki oldi berdi bo'ladimi klipda yoki qanaqa? Pulini so'ragan, biz olib borib berganmiz. Hech qanaqa hujjatlar yo'q. U qizni nimasida turibdi? Ahad telefonda reklama bo'yicha. Demak, voyaga yetmagan qizni ishlatayotgan bo'ladimi? Ahad shunda tushunmayapman. Keyin men voyaga yetmaganman. Menga bosim qilishdi. Umuman mana shunaqangi hamma narsa bir-biriga aralashib ketgan. O'ylaymanki, tergov, sud bu narsani bunday yuzaga chiqaradi. Chunki hamma o'zidan soqit qilgan. Bu men voyaga yetmaganman, to'g'ri voyaga yetmagan, lekin biz bilmaganmiz. Voyaga yetmaganini pasport bilan olinmaydi-ku masalan. Voyaga yetmagan bo'lsa, nega Ahad tashiydi uni? Anaqasini Taklif beradi, uni portfolisini beradi. Demak, Ahad ishlatayotgan bo'lsa kerak edi uni. Voyaga yetmaganini. Hozir shu voyaga yetmaganini ham bilishimiz shartki, syomочный komandaga to'nkab qo'yyapti misol uchun. Voyaga yetmagan bo'lsa, nimaga Ahad uni ishlatyapti? Nega? Ya'ni nimaga olib keldi syomkaga? Boshqa kuchlar deganingizga ochiqlab ketasizmi? Boshqa kuchlarni boshida aytdingiz-ku, aytaman dedingiz. Boshqa kuchlar, men otini aytmayman albatta. Mulohazaga vaqt qoldiraman. Aytganingizdek, siz ko'rgan syomka juda professional olingan. Sabrina e'lon qilgan. Uni ko'rib men shok bo'lib qoldim. Men o'zim administratorim qolmadi, Nilufar qolmadi, so'kdim hammasini. Nimaga menga aytmadilaring, что buni oyog'i uzun. Nimaga men bilganim yo'q shu paytgacha. Haqiqatdan uni ko'rib mazam bo'lmay qoldi. 3 kun qidirdim o'sha qizni. 3 kun. Aytganingizdek, telefonlar o'chiq. Topdim baribir. Uni kimdir bekitib qo'ygan demoqchimisiz shunda? Bilmayman. Savollar ko'p. Savollar ko'p. 4 oy men ochiq edim. Mana yonida turib video qilib berishibdi. Syomka qilishibdi. Yanvardan syomkada ekan. Opa, bu qizda muammo bor. Operatsiyasini qil. Balki yordam bersangiz, nima deysiz? Bo'lmasa men bir yo'lini qilaman. Lekin mana hozir oyog'im men bahvolda. Siz bormagansiz, bilmagansiz deylik. O'sha Nilufar bor edi, administratorlarim bor edi. Nilufar qatdan biladi? Oyog'i ularga ham aytilmagan. Ko'rmasa qatdan biladi? Oyog'i uzunligini yoki mana boshida operatsiya. Lekin oyma-oy pul olib borganinglarda hech kim aytmagan. Hech bo'lmasa kimdir o'sha pul olib borgan odam kirib ko'rgandir qizni. Shunchaki pulni ishing tagidan tashlab ketmaydi-ku. Kirib ko'rib, hol ahvol so'raganda onasi aytmaganmi demoqchiman. Ha, kirganimda yotgan bo'lgan. Yaxshi bo'ldi. Oxirgi marta kirganimda oyoq uzun bo'lib qopti dedi. 7-dan bor, 8-da bordim. Qaysi oy? Mart. Ha, mart. Lekin qizni o'zini ko'rsatishmadi.
qiz qani desam uxlayapti dedi. Ko'rsam bo'lmaydimi desam, yo'q dedi, chiqarib yubordi. Operatsiya qilish kerak ekan. Bo'ldi, hal qilamiz. Menga Dima o'sha Dimaga ham shu 8-martlar atrofida aytgan ekan, qarang. 8-7 mart atrofida aytgan. Dima menga aytmagan u narsani. Nega o'sha paytda aytmading? 3 kundan keyin 11-da chiqib gapiryapti. 8 bo'lsa 3 kun. 3 kundan keyin shu hamma yoq portlab ketyapti. Menga nega aytmading 8-da hech bo'lmasa? Opa, u narsani men o'rganyotgandim, men tashadim. Ya'ni buni qanaqa qilsa bo'ladi? Endi ular pretenziya qilyaptiki, oldingisi noto'g'ri qilingan. Kim javob beradi deyapti. Men shu narsani o'rganyotgandim oldin, keyin sizga aytmoqchi edim. Hozir siz kimligini aytmayman, professional montaj qilingan deb aytdingiz. Endi bu meni taxminlarim bor. Chunki hozir o'sha reality show bilan bog'lab aytmoqchimisiz? Reality show endi hozir nimada ham eshitdim. Menga 3-4 odam yozdi. Birinchi savol. Yanvarda syomkada o'sha yerda bo'lishgan odamlar meni tanishadi. Nega menga aytishmadi? Nega martda men ijtimoiy tarmoqdan ko'ryapman? Bir narsani aniqlab ketay. Noyabr oyida o'sha holat bo'lgan va noyabr o'zida operatsiya bo'lgan, to'g'rimi? O'sha momentda bo'lgan operatsiya. O'sha momentda jonini saqlab qolishgan buni. Jonini saqlab o'lib qolishi mumkin bo'lgan u qizni. Juda katta bo'lgan jarohat. Xo'p, noyabrda operatsiya bo'lgan bo'lsa, operatsiyadan keyin nari boring 1 oy, dekabr oyida bilishlari mumkin edi-ku uni oyog'ini kalta bo'lib qolganini yo uzun bo'lib qolganini. Qarang. Mana bunaqa narsa. Vrach operatsiya bo'lgandan keyin ikkita xirurgiya travmatolog chaqirishgan, adashmasam. Travmatolog chaqirishgan. Travmatolog qanaqadir bir katta vrach ekan, adashmasam. O'sha odam aytganki, hozir bu qizga 3 oydan 5 oygacha reabilitatsiya, stroga qimbillash mumkin emas degan. Umuman bastelniy rejim. Biz o'ylaganmiz, Sabrina yotibdi. Bolalar bor xovrab turgan. Oyog'ini ko'rmagan endi albatta. Oyog'ini o'lchashga imkoniyati bo'lmagan, hech kim jalova qilmagan. Aytamanki, oyog'i uzun bo'lib qolgan informatsiyani mart oyida olyapmiz. 8-martda Dima olyapti, bular olyapti. Menga hali u narsa yetib kelmayapti-da. 11-da men ijtimoiy tarmoqdan eshitdim. Shu paytgacha nega eshitmadim men? Shu paytgacha nega men eshitmadim? Nega bu professional syomka bo'lib, bu narsa yanvar oyida syomkaga birinchi kun borgan bo'lsa, ma'lum bo'lgan siz aytgan narsani ularga berishingiz kerak. Nega jar solmading deyishingiz kerak. Haqiqatdan. Umumiy hisobda qancha pul ketkazganingizni ayta olasizmi yo aytmaysizmi? Yo'q, men esimda yo'q. Точно, balki bir 4,000-5,000 dollar atrofidadir, balki. Bilmayman. U ungacha. Ya'ni men bu kecha kunduzdagi operatsiyagacha. To'polongacha. Buni ichiga kiradi o'sha uy jihozlab berish, televizor mayda-chudalar, o'sha birinchi kungi operatsiyada ahadga bo'yniga qo'yganmiz, qarab turasan, lekin men biz ko'tardik. Bu yog'i ukam davay qil. Operatsiya Turkiyadagi operatsiya? Uni 100% o'zim qopladim. Ya'ni operatsiyasini o'zini, yo'l kiralarini boshqalar. To'g'risi jumboqlar ko'p, men o'rganib olay, bu narsani tagiga yetaman baribir. Men hozir mana shu narsa bo'yicha qisqa bir ma'lumot bergani keldim. Lekin bu narsani bari o'rganaman. Men shundoq sog'lig'im ketdi, bu narsani shundoq qo'ymayman. Oxiriga yetkazaman. Kim bu narsani bundan foydalangan va mana shu 3 soatda ichida bu ma'lumot menga negativ bo'lib, ya'ni menga davleniya qayerdan keldi? Meni nima aloqam bor bu insidentda? Meni klipim to'g'ri. Lekin buni men bosib ketganim yo'q-ku. Men ham jabr ko'rdim, ya'ni qaysi ma'nodaki, meni avtoritetim jabr ko'rdi. Meni ham sog'lig'im ketdi, to'g'ri, meni bitta aybim bu narsani vaqtida bilmaganim. Lekin menga kim xabar berdi? Hech kim. Ya'ni ayb deganda men vijdonim, ya'ni meni klipimda bo'ldi. Shu narsa qaysi odamni aybi bilan, aybiga iqror bo'ladimi, bo'lmaydimi, lekin bar jazo oladi. Olishi shart bu odamlar. Lekin
aynan intsidentga mani aloqam bo'lmasa ham lekin baribir mani tunda qoladi-yu, shu mani klipimda shunaqa bo'ldi degan narsa, mana shu vijdon degan narsa mani yeb tashlaydi misol uchun. Keyin anavi qiz har eslaganda mani eslasa yuragi ketishini xohlamayman. Bu aytmaymanki hali tanqil-manqil demayman, lekin mana shu narsani qilgan odamlar javobgarlikni his qilsin degan joyda mas'uliyat saqlab yurdim baribir. Yuqorida boshida aytganimdek, bu holat bir aktrisa bilan bo'lgan fojia. Albatta bu juda baxtsiz hodisa. Nima bo'lgan taqdirda ham hech qaysi onaga ravo ko'rmasa bo'ladi. Va ishonamizki, bu holatda kim aybdor, nima qanaqa degan savolga hamma javobni o'sha tergov tugab, sud boshlanadi, undan keyin sud hukmi e'lon qilinganda bilamiz. Yaqin soatlarda Sabrinadan yaxshi xabar eshitamiz. Xudo xolasa, hozir mana hali chiqmagan degan javob oldingiz. Rahmat sizga. Sabrinadan men yana qayta aytaman, Sabrinaga qayta biz aloqaga chiqishga harakat qildik. Umuman Turkiyaga ketgungacha. O'ylaymanki, Sabrina chiqib oladi inshaalloh. Yaxshi tarafga, ijobiy tarafga bo'ladi inshaalloh operatsiyasi va qolaversa, Xudo xolasa bu qiz kelajagi zo'r. Katta yulduz bo'lib ketadi degan umiddaman.